2014-yil hayotimda oxir sinovlar boshlandi. Turmushimdagi doimiy zulm ko'rishlar bu uydan ketishimga sabab bo'ldi. Men ajrashdim. Afsuski, ajrim ham sinovlarim yakuni bo'lmadi. Shunday kunlar keldiki, hatto 1000 so'm pulga ham zor bo'ldim. Ayol boshim bilan yolg'iz ona bo'lib, barcha mas'uliyatlarni nozik yelkamga olishni boshladim va har xil sohalarda ishlab ko'rdim. So'ngra Alloh menga hijoma ilmini yuqtirdi va hijoma kasbini o'rganib, insonlarga foydam tegishni boshladi. Endi ish boshlaganimda uyma-uy yurib hijoma qilardim. Bu orada duolarimda so'ragan juft halolimni uchratdim va biz turmush qurdik. Robbim bizni solih o'g'il farzand bilan ne'matlantirdi. O'z diqqatimni yana ham sohamni chuqurroq o'rganishga va bu ilmni boshqalarga o'rgatishga muvaffaq bo'ldim. Allohning fazli bilan o'z shaxsiy klinikamni ham ochdim. Bir qiyinchilikdan keyin 2 karra xursandchilik borligiga ishondim. Kelaman bir kuni baxtning esiga, ishim tashvishlari